Voy, to'xta. Napoleonning shofirimi baqira. Ishlab turaman payizligini qarg'ina. Kim yasatadi buni? O'zim yasagan. Ishlarni qilyapman. Rost. Mushu jug'on bilan mushunchalar yo'g'on chaqvanasi yasalamizsan. Voy, xilxin nimlar yasagan. Payizing bor. O'zing dalekdan. Moltoq tezdim ekan. Bu jilyozdan degan. Moltoq tezdim. Yaxshi. Pek chiroyli qilsam sayjima bunamma. Rahmat. Ma nima bu? Tormoz. Mavchu. O mayning. May quyib qo'ydi g'ayri. May tormozda bu. To'xtosa bu. Tormoz solmaydingmi? Mavchu xotmi? Yo'q, bu qo'l tormoz tatib qo'ydi. Texi zidon xotmiki deb nima bu? Mavchu lexachirangmi bu? Voy. Bayqa. Ya bek chiroyli keltiribsan. Mayaqdan kel. Mayaqdan tatyapman. Baqira diniga chiroyli o'tag'lamayda edim. Qancha vaqt yasadan buni? Voy, buning bir yil vaqt ketdi ekan. Bek chiroyli qilsa qaramay, kattagini qarag'ana pardaldan nima mana. O'zimiz qalaychi to'p. Ne? Qalaychilik qilib, suvarchilik qilib, shuni bitirib qo'ydim. Bu bir nayt yaxshi asar bo'libdi bu. Mushu hamma ish yuqori pallasiga yetgan chog'da san'atga aylanadi. Sening mushu hunaring bilan san'atga aylanibdi. Haqiqiy sen masalan bir ishni yaxshi qilganlar oxirida san'atga aylanadi. Mayli tamoq, masalan sayq qo'rish bo'lsin, mayli to'ymochilik bo'lsin, mayli boshqa masalan meychi, masalan bog'vallar bog'u. Shularning mush bog'lar qilgansan har xil san'atliklar pishib yetilib yuqori pallasiga chiqqanda ashunda holat keldiganda, lekin ular chog'larda 50 yoshlar bo'larkan, sen qancha kirdisan? 28 kirdim. 28 yoshda sen meni san'atga aylantiryapsan. Nayt yaxshi bo'pti. Mana bir aylantirib tortayotgina. Ishqimiz bilan shunchalik bir. Har bir odamning to'xu katta, u bolasiga ishq bo'ldi ekan, shuni qopdi ishqim. Shuni men buni ota-onangni qo'llandi. Ota-onam qo'llaydi, qo'lli deydi. Yaxshi bo'pti, bek chiroyli qilibdi mana. Mavada shuni boshqa yurtlarimiz zakaz qismi shunga o'xshash yasab, ta'minlab bersa shundan. Ta'minlab beramiz gap yo'q. Onasi telefon nomerini mendan bir oldirmay deb biramsa. 182 039 24 16. Yana bir 182 039 24 16. Popda enim nayt yaxshi o'tdi. Shu bizning jilyozni o'tkazayotgan chechak bayramiga yaxshi bir tus qo'shibsa, anadan keyin oqsham opamni selib men mangdim bir xil o'zara. Napoleonning davridagi Angliyada shu otliq ham qopdi-da buningga. Otliqmi bo'ldi, otmi qatqin bo'ldi. Otmi qatqin bo'ldi, meyak sharoit yaramaydi. Endi moshini sen qatqin bo'ldigan, mushtaq to'qliq qildigan hammaning qilib beralaysan shundami? Mushtaq qilib beramiz. To'ylarga zakaz bo'lsa, to'ylarni qilamiz. Masalan, to'ylarda to'y mulozimligini qilamiz-da. Hamda yaxshi bir necha ming qo'yliq mashina bo'lganning o'rinda shu qilsa boshqacha bir shouga chiqadi. Ma'noda bekshiraqa bag'lanmaydi emasmi? Hamda o'tirliqdagi qisqa film elish u bo'lag'ini aytmas. Navada shu bizga o'xshash doimda film yo'llaydiganlar shuni uyingga bir to'xtatib qo'ysa taylar. Shuni ishiltib filmlarni ishiltibasi bo'ladi-da. Bo'ladi gap yo'q uni. Haqsizmi? Haqsiz aka, haqsiz. Yaraysa. Anglanglar ko'pchilik ham shu arvoda sizlarga ehtiyojingni tushib qolsa, shu enim haqsiz ta'minlaydi. Shu g'olji naisniki jilyoz bozordan chiqib ketmagan asosda olib ishlasanglar bo'ladi. O bu jutlarga aytib qolsanglar bunga ijara to'laysizlarmi? Ashta bo'lsinmi enim hamsa? Bo'ldi. Ishlaringiz utuq tilayman. Shu chechak bayramidagi kirmaningki yuqori bo'lishini, ota-onaning salomat bo'lishini. Rahmat aka. Ondan sonra ko'pchilik enimizni qo'llaymiz juma. San'at, ma degan san'at